Buyoqi Parranda bozor bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli. Sog'lom yuribsizlarmi? Xudo xolasa buyog'inda Parranda bozor bo'ladi, tushib ketaveramiz. Like bosib, podpishkada bo'linglar. Pomidor zo'r bo'ldi. Tovus chiqdi ku. Assalomu alaykum. Amazon yurtlarmi chizim tovus? Bu nereden keldi bu tovus? Nereden alındı? Navoiy kolxozniki. Navoiy kolxozniki. Bu meyek tuva mı bu? Ya erkak. Erkek mi bu? Urg'ochisi bo'ladimi buni? Meyek tuva mı urg'ochisi? Ova. Necha so'm dedingiz shuni? Bu tovus yayami bu? Qanday hollarda ya tovus? O'zini ilhom kelmoqda. Ilhom keladimi? Ilhomini keltirib kerak ekan buni. Otkin buni. Keltirib kerak buni. Otkin buni. Oti yo'q, ha? Bitarmi kelishamiz, bir-birini aytib o'tiribdi. Ot qo'yish kerak buni. Xudo talam qo'ygan ot bor, tovus degan. Yulduz deb ot qo'yish kerak buni. Yulduz. Yulduz deb ot qo'yamiz buni. Tovus yulduz. Yaysa ham zo'r bo'laydi-da. Necha so'mga so'radi bozor? 800 mingga mi? Tovus sizlar birgalarga telefon nomeri aytamizmi? Aytaveramiz. Ayting nomerni. 93 dan 058 5100. Uyda bormi yana? Bo'ladi. Atingiz kim? Umar. Umar. Umar havolasi. Adres nerede? Navoiy kolxoz, Dilgaz kafe, Navoiy kolxoz. Tovus tushibdi. Assalomu alaykum. Savdoga boray. Necha so'm ekan? 10 mingga beraka. 100 so'm. Rahmat. 100 ming ha? Mana. Undukda aytgan, unduk ham o'g'li bu. 700. Chegaraga chiqadi ekan shu. 8 kilo. Garantiya. 700 ming so'm. Bazan so'radimi? Ma so'rab turibdi. Nechaga? 650 ga so'radi. Mana ne o'xshaydi bu ha? 2 yil qo'ndikda. Ha, tovuqmi? Semira tag'immi? Brahma bu. Ha? Brahma deganda bu. Buncha so'm? 50 bu. 150. Siz qancha so'm? 180 deb o'tiribman. Bizlerden bir tür versene koşunlarla. Salam yo'llang. Salam yo'llang. Yerga salam yo'llaysiz. Rossiyaga, Jo'ralarga salam. Yerinde Rossiyanın. Rossiyada Peter'de. Peter'da mı? Peter'ın yerinde. Qasi metro. Mana xo'roz so'rab turadi qo'shni 120 ming. Muradova? Nechaga beracak? 120 ga so'radi, 150 ni ber deb turibdi. Kim ye? Sizmi? Apa? 120 ga yaxshi vaqt o beri. Brahma bu ha? Sen tekene salam aytarım. Unduk necha so'm? Assalomu alaykum. Unduk necha so'm? Ha? 400. Kiribding undugimi? Kiribdi. Ha, 400 ming ekan. Yaxshi sog' bo'ling. Unduk necha so'm? 550. 550 ming bir unduk, ha? Evet. Ha, 550 ming. Baza so'radimi? Baza so'radimi? So'radimi adamlar deyman. Nechaga? 300 ga so'radi. 300 ga so'radi, ha? Necha bo'lsa berasiz? 550. 550 bo'lsa ketadi, ha? Bular makiyan axir, ha? Makiyan. Undingizni aytavering. 400 ming so'm ekan. Bular ham 400 mingdan. Xo'rozni aytavering. Biraz 150. 150. Mana cüceler tushayapti. Tamam, cüceler aytavering, tovuq. Cho'ylab turganlarni, cho'ylab. Kesin. 90 cüce bo'lar, ha? Yaşıllığını aytavering, assalomu alaykum. 380 Ha? 380. Qazan so'radimi? So'radi. 280. So'radi. Xo'roz. Ama miyaqli bo'ladi-da sho'llari. 380. Buni necha so'm ekan? 250. 250 300. Tak, cüceler ayağında mı diyeyim ha cüce? Cücelerde çürük şeyler, cüce. Bana bir 50 ming verin. Pul kerak oldu ipte. Yaxshi beraman. Bering 50 ming. Ma berni olaman, sataymiz. 100 ming, 50 ming zo'r. Savdongiz baraka bilan, hammasi yuribmi? Ha, buncha so'm. 30dan yiberim, necha deyveramiz? 50 ming berdi. Reklamaga 50 ming berimiz kerak-da. Bular necha so'm? Buna tovuqlardan aytayım Okan aka. 30 ming deydi. 40 ming mi? Buncha so'm?
Buncha so'm. Tovuqqa aytver. Xo'roz. Tovuqqa 150. Kundik necha so'm ekan bu? Ha? Ya bir inkubatorga bo'ladimi? İnkubatorga olib turib tushunamiz. Ha, shu ma'lum bo'lib turibdi, yoyilib. Ha, xo'rozlar ne? 130 Meyak kimniki bu? Telefon nomeri aytma, telefon. Telefon nomeri. Meyak izlagan. Olamiz, He, sizlar olasizlarmi? Ha, onda telefon şey etamiz. Satsanglar kerak-da. Agar sotaman deganlar bo'lsa, Sataman olib turib qo'yinglar reklama olib turib. Jidan tur. Telefon nomeri beraylik. 3000 so'mdan oldik. Shunga telefon nomeri ayting. 99'dan 103 28 55. Qayta ayting, mana bir şey etmeydi xo'roz. 99'dan 103 28 55. Atingiz kim? Jamoliddin. Jamoliddinga xabarlashaverasiz agar meyaga borlar bo'lsa. Şanslı ünlük meyek bulsa alalım. Ishonchli bo'lish kerak. Sizlar nedan bilasizlar ishonchli ekanini? Yakında shaqqa chuqur. Endi iyasini o'zina insof. Ha, insofni o'zina sotuvchiga, ha, akalarni misol birovlar xaltalab. Yaxshi savdoga bor ekan. Birisi devotor bunchasi mana shu o'kirganchasi bu o'kirgan. 130. Buni to'g'ri qozonga tashlash kerak-da, shunda tinch bo'ladi. Bu yog'ini shuni olib to'g'ri qozonga tashlash 100 dan to'g'ri qozonga berib kerak ekan shuni. Dim ko'p boqing. Manduklarni ayting. Manduklarni aytavering. Ya, yes yo'q. Mana ne? O'rab qo'yishlar oldim kelishtirib. Necha so'm bu? 250 o'rab qo'yishlar. To'ng ketmasin deb qo'y. Assalomu alaykum. Necha so'm ekan bu tuya? Tuya tovuq. 500 bazar so'radimi? Bazar. Nechaga so'radim? 250 360. Buncha so'm ekan? Ha? 400? Buncha so'm ekan tuya tovuq? 600 urkadi bu. Necha kilo go'shti bor shuni? 9 kilo. Bazar so'radimi? Nechaga so'radi? 550. 550? Necha bo'lsa ketadi? 600 bo'lsa ketadi ekan shu. Necha bo'lsa ketadi? Çakılan mı? Bitarincha uni. 500 berasizmi? Ha? 500 ga ketadi. Necha kilo go'shti bor? 8 kilo çıkar. Dehqonmiz deymanda. Dehqonlarda kelishtirib beradi-da. Olib sotarlar qatadi. Qaytmaydi 10 so'm bo'lsa da. Tak, mana unduk ovur ekan 500 ga ketadi. 500 dan bir so'm qaytib berasiz bu. Yo'l kerak puli. Yaxshi, yaxshi savdoga bor ekan. Ejna adam asonlar bor dehqonlardan. Cho'zim ekan bu tovuq. Kilosu tutari 80'e beraman. Mana xo'rozni? 150. Tak, xo'rozlar shunday ekanda, xo'rozlar 150, unduklaring 400, 500 shunday atrofida. Tovuq arzonroq, xo'roz 150 ekanda. Brahmalar aytavering, brahmalar. Chizim ekan. 200 dan. 200 ming so'm ekan brahmalar. Assalomu alaykum. Rezultatlar qo'y bo'lar. Qizg'anib tushib qo'yapman hozir. Chizim. 120 100. 120. Ana, undishkani? 150. 150. Tuxumlanchadan uydiki. 1200. 1700 uyding tuxumi. Mana tuya tovuq qancha so'm? 500 dan, 400 dan. Bazar so'radimi? So'radi 250 so'rab bermadi. 200 so'rab bermadingiz, ha? Tuya tovuq ayting. 300. Va xo'rozdan necha so'm? 140. Ha? 140. 140 xo'roz. İdalçı ketaveramiz. Mana tuya tovuqni aytgan yotganda. 400. Bazar so'radimi? Bazar so'radimi? Nechaga so'radi? Mesela evdeki yengilleri abi buraya koytarayım. Soramadım hiç kim? Ha? Aldı mı? Neçege? Kim aldı? Ha? 400'ge? Sattınız mı şunu? Ha şunu tuttuk o. He, özü satıldı bu ha. He, siz kinçe son. 500. Bu 400'ge ketdi ana şu. Oğur ekan. Neçe ayttiring şunu?
450 aytdingiz, 400 ga ketdi. Satıldı. Dekanı ayt dekanda. Dekancha so'm. Ha? 300. Necha so'm ekan tuya tovuq? Assalomu alaykum. 450. 450 baza so'radimi? So'radi. Chega? 350. 310 ga? 350. 350 bermaysizmi? Necha bo'lsa berasiz? 400 bo'lsa berasiz. 450 aytibsiz ha? Yaxshi savdoga bor ekan. Zo'r. Qach o'tirga bu unduk? Meyaklar necha so'm ekan? Mana shu tovuqlarning meyagi-da bu. Yomon ko'ribmi ekan bu, iri. Shundan bo'lsa ber, undan. Ko'ribmi meyagi ekan. Nechaga berdingiz tovuqni? Bana vereyim mi? Gelin. Nechadan? Bak. 18 alır. Qaysi 18, qaysi 20? Argo 18 vergi 20. He, 10 aladı. 1 somka aksiya. 1 so'mka aksiya. Somka qo'shib beradi. Qani so'mka? Somka tamam. Nechi so'mka u? Ak somka. He, shibagat qo'shib berasizlar. He, shunday qo'shib berasizlar-da. Bu 18 deganingiz keladimi 1,5 kilo? 18. 1,5 kilo keladimi bu? 1,5 kilo mı? 1 kilodan ziyad göğüşü var. Vergi 1 kilo 201 kilo 200 lira. He, shundayda. 20 ekanda bu yog'i. Ondan sonra 1 somka. Aksiya. So'yib yurasizlar. So'yib yeyapsizlarmi? Nasib etsin. Zo'r. Buna ayting. Kolay 25'e de girmeye düştüğüne. 20 ga tushib yana kechki vaqt. Oq tovuqlar 18, 20 ekan. Mana juja tushirib kerak, juja. Assalomu alaykum. Farmonglar. Jujani ayting. 5 mi? Cücelerime 25 veririm. Kela bo'lgan jujalar, ha? Eklayla. Den cho'qib qolishadimi? Yarmo mekkalarda, mana mekkalari. Yarım var o. He. Buncha so'm buna paket. 5 mi? Juja bag'uvchilar uchun 5000 so'm ekan mana bu. Mekka ayting. Bir şunu mekke Tuxumda ayting, tuxumda. Tuxummun yarım. Oldu mu? Qo'ldikimi bu? Qo'ldikimi yarim? Jujani aytasiz sizlar. 22'den bir. Qapqani shu yana qani? 22 mingdan ashana. Uji buyog'i juja bozori bo'lib ketibdi-da. Xudo xolasa. Buyog'i necha so'm jujangiz? Kela bo'lgani. Buramalar 28'den. Burama shu. 28 dan berasiz-da? Ya kesip veremez. Den cho'qimi? Den cho'qidan. Mana yog'i obishinglar. 23'ten dekan koşmak Ankara'ya olan. Rezultatı bu, şok be. Çürlüydü bırakın da, den çok kısa. Sen bana neçe so'm ekan? Can kuruyor duran. 24 ming. Taza juda necha so'm? 1 bu, ha? Ama buraya dikkat. Telefon brollerimiz 12'den geç. 12'den. Juda alacaksın mı? gelişkenden ki. Kesin alacaksın. Sonuna kadar. Bu neçe so'm? Meşin tavuk, buramalar, ha? Abişinler mi beyağı? Bu abişinler neçe so'm? Neçeden? 30'dan. Ketdi. Kela olib ketganda. Yo'q buyog'imda. Dekan satdinglarmi? Satmanglarmi? Necha so'm bor? Necha so'm ekan shu? 300. Bir dekan 300 ming, ha? 300 dolar. Milyon ishit qolgan bu. Uçtu abi. Qaçdan uçtu? Uçtu aldım. Ana bilen hem uçtu. He, uçtu teskari va. Jallashamagan. Qarab turmi ilari. Yaxshi bo'ladi. Uçkandan kanını yaş neyse de bu. Uçtu bor, uçtu. Hech neyse. Mana necha so'm ekan bu? Uçturup olasizlar da buni, ha? Aslanlar, ha? Uçturuş uchun ketadi ekanda. 300'e mi? 300'e aldın mı bunu? 300 mingami? Aldingiz 300 ga. Bunu aldım. Bir qo'zining puli ekanda salkam, ha? Bir o'ndukning puli ekan. O'nduk. Yaxshi, zo'r. Lekin azor beribsizlar. Qanab ketdi oyoqlari. Azor bermasiz kerak jonivorlarga. Birgina juja qoldimi? Chesam, assalomu alaykum. 10 bin alalım. O'sha qo'shib bermayapsiz-da so'nggi partiyaga. Kuş biraz dedim birovga. Ava? Ey dedik keselim ben yiyeyim. Bu mit dedim ben. Birovi qapti-da. Bu necha so'm? Ha? 22'den. Bu ne? 15'ten. 15'ten. Birgina juja qapti shu yerda. Mana ne? 25'ten ulan. 25'ten. 25'ten. Mana ne? 25 şurada. 25. Buyog'i ne?
Bana cüce bir 25 lira. 25'ten. Bu ne kançadan? Bunu 25 lira. 25'ten cüceler. Bunca som? 26. Kara tavuklar da aytın. 25. Tavuk koptu bu. Bunlar ne? Kaç atı yani? Yine kaçtı. Çizim bu. Cücen çizim. Aytın cücen aytın. 20'den beresler. Kaç atıydı karab? Şu üstüne yeken bu. 20'den beri hemen değildi. Çizim. Cüceler. Tamam. Ne kadar istiyorsun? Cahide özgür tutku. Selamun aleyküm. Cücen çizim. 23 olsa veremem. Perdegil apa harman selamun aleyküm. Ama söylesene var ya ilk baza görmeye kaldınız bu. Akşam bana hayt dedi akır. Ait miydi? Cücen çizim. 20'de. 20'nce? 20'de yetkalık güzel bu. Unutuyorum da. Paga. Mesni bu ay. Hava sapın. Mesni. Evet, çok iyi. Bu kadar kaldı. Çalmanız kadar eke. Tat fetav demalı var siz var. Sana soğudamızı versin her nasıl. O miyat kans kesin. Perdegil apan yanmaya selam ait. Sağmayım çizim eken. 15 bin. Ya anu burulur var. Yani bu hazırdan hazır çıkardım. Cücemen bari cüceyle sattım. Çizim diyoruz. 500. 500 mi? Siz kini? 400. Tüye tavukta aytın. Narxını çizim tüye tavukta. Çizim dep tuttu. Ma cücelen çizim. Siz kime? Ha? Cüce mit digene cüce eken. Siz kime cüce? Çizim bakas. Cüce 15 bin mi? Qimmat mayda ekanda cüce. Sel qimmat mayda, cüce maydada. Mana burlar. Buni hozir aytdik ha, to'g'rimi? Aytmadikmi? Aynag'ini aytdik. Sizga so'm? 12dan. Meyaklan chizim ekan. 1300 burlarmi? Uydukmi ya? Uyduku. Lavashi. Ha, shunday. Qoraqalpog'iston Respublikasi Parranda bozorida narx-navolar shunday bo'ldi. Like'da bosib, obuna bo'lib, podpishkada bo'linglar aka-ukalar, opa-singillar. Agar reklama xizmatlari sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon nomerlar bo'ladi, havolashaverasizlar. Parranda bozori tushib chiqdi bir qator. Mana tovus turibdi mana. Tovus olaman deganlar telefon nomerini qoldirdik. Yaymadimi? Petini yaymadimi? Tovus petini yaymabdi hali mana turibdi. Yaysa bir tushiraylik-da. Rasmi yo'qmi yayganmi? Tasavvur ben. Aa, resim bo'lsa ham zo'r bo'laydi-da.